Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu vassalamu ala Rasulillah. Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik va azimi sultonik. Alloh taologa behisob hamd sanolar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Mana bugun bu yog'i Paxtavod, bu yog'i O'sh, Andijon, hamma tomonlardan shu billah hamsafar bo'lgan birodarlar to'planib 47-kilometrda, O'shda 47-kilometr olaydi yo'lida shu mana shunaqangi bir yaxshi bir tabiat qo'ynida hamsuhbat bo'lib o'tiribmiz. Mana qilib mana hamsuhbat bo'lib o'tiribmiz. Bu bugungi ajoyib ishlardan bittasi mana Muhammadjon bo'ladi. Bu yigit hozir juma kuni bu to'planishimiz maslahati bo'lganda bu kishiga ham xabar yetib qolibdi. Bu kishi Rossiyada edi-da. Mashinasini minib jumani o'qib yo'lga chiqib borgan. Mana hozir yetib keldi, endi ro'da kelib kirib o'tiribdi mana. Mana Alloh taolo rizq nasibasini qo'shgan ekan. O'sha Chelyabinskdan mashinada yetib kelib mana biz bilan hamsuhbat bo'lib o'tiribdi. Endi hozir biroz bir yerda o'tirib jam bo'lsak, hamsuhbat bo'ladigan bo'lsak, jamoat to'plansa bir Allohning zikri bo'lish kerak, payg'ambarning sunnati shunaqa bo'lish kerak. Allohning zikri bo'lmagan jamoatdan yeb ichib bilan tarqab ketsa qiyomat kuni Alloh taolo intiqom oladi degan shunaqa mazmun bor. Ya'ni Alloh taologa noshukrlik bo'ladi. Allohning bergan ne'matlarini yeb ichib turib zikr qilinmasa. Chunki Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fazkuruni azkurkum." Meni zikr qilinglar, meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Vashkuruli va la takfurun. Meni bergan ne'matlarimga shukr qilinglar menga va kufr keltirmanglar dedi. Bu nima degani? Meni eslasanglar sizlarni eslayman degani hamma yo'g'inglar tevaraginglar tekis, hamma yo'g'inglar yaxshi, ishlaringlar zo'r bo'lib turgan paytda eslaylar meni. Albatta boshinglarga ish tushib, ikki oyog'inglar bir o'tga kirib qolib, qarzga kirib, yo bir bankrot bo'lib, yo kasal bo'lganinglarda ne xudo demasdan, anaqa yeb ichib, o'ynab kulib, gumraqasi yurgan paytinglarda o'shaqa paytda nima qilinglar? Meni eslanglar. Yine shunda sizlarning boshinglarga ish tushganda men sizlarni eslayman degani. Sizlarning boshinglarga ish tushib, qiylanib, mashaqqat o'qigan paytda men sizlarni zikr qilaman, eslayman deydi. Oyatning davomi vashkuruli, meni bergan ne'matlarimga shukr keltiringlar. Shukr qilinglar menga. Vala takfurun degani menga kofirlik qilmanglar deganida o'zi. Menga kufr keltirmanglar deganida. Vashkuruli vala takfurun nimaga endi kufr keltirmang? Shukr keltiringlar, noshukur bo'lmanglar deyapti, demayapti-da Alloh taolo oyatda. Menga shukr qilinglar deb turib shukr qilmay qo'ymanglar demayapti. Kufr keltirmanglar degani, shukr qilmasang kufr keltirgan bo'lasan degani. Allohning bergan ne'matiga shukr qilmaslik kofirlik degani chiqadi bundan. Shuni bilib qo'yinglar. Shuning uchun kufroni ne'mat deydi. Alloh taoloning bergan ne'matlariga shukr qilmaslik nimaga olib keladi? Kufroni ne'matga, kofirlikka olib keladi. Alloh taolosin na'udillah. Demak, mana Alloh taoloning bu bergan ne'matlarini shukronasiga o'zini zikr qilib, o'ziga chaqiradigan, Alloh taoloning ibodatiga, Alloh taoloning toatiga bizni yetiradigan bir suhbatlar bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Mana Mishkot sharifdan bir hadis o'qib beraman. 15-hadis ekan. Bismillahirrohmanirrohim. An Sufyan ibn Abdullah Saqafi. Sufyan ibn Abdullah Saqafi qal: "Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak wa fi riwayatin ghayrak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim." Ravahul Muslim. Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar bu hadisda. Sufyan ibn Abdullah Saqafi aytadilar roziyallohu anhu. Men dedi Allohning rasulidan, payg'ambarimizdan so'radim dedi. Ey Allohning rasuli, menga islomdan shunday bir so'zni o'rgatib qo'yingki, shunday bir gapni aytingki, shu sizdan keyin shu haqida birovdan so'ramay. Yoki bo'lmasam boshqa bir rivoyatda sizdan boshqa odamdan so'ramay. Boshqa kishidan so'ramay yoki sizdan boshqadan so'ramay. Shu ma'noda aytdi-da, ya'ni shunday bir so'zni o'rgatib qo'yingki islomda menga. Men shunga amal qilib yashay, shundan menga boshqa keyin mana bo'lsa-chi degan problema chiqmasin. Shunday o'rgatingki, men sizdan boshqadan so'ramayman, shunga amal qilaveray dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki: "Qul amantu billahi", Allohga iymon keltirdim degan, "Summa istaqim" degani keyin ash gapingni mahkam turgin. Qachongacha? O'lguncha. "Summa istaqim" degani o'sha la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q degan gapingni gapirganingdan keyin shu gapingda mahkam turgin dedilar.
Hadis raviysi bu kishi Sufyon radhiyallohu anhu, bu kishining kunyasi Abu Amr. Saqif qabilasidan bo'lgan. Toifda hokim bo'lgani uchun Toifi ham deyishgan. Toif shahriga hokim qilib qo'yilgan ekan bu kishi. Vali qilib. Bani Saqifa bilan birga kelib musulmon bo'lganlar ekan. Hadisning mazmuniga ko'ra Sufyon radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomdan hamma ishlarni to'liq qamragan hamda yodda esda qolishi oson bo'lgan bir mustahkam, muxtasar nasihat qilishlarini so'radi. Shunday bir nasihat bo'lsinki, islomdagi hamma narsa shuning ichida bo'lsin deyapti-da endi. Shuningdek, keyinchalik boshqa birovdan bir so'rashga ehtiyoj bo'lmasligiga ishora qilib, sizdan keyin birovdan so'ramay dedi. Unga javoban payg'ambar alayhisalom aytdiki, Allohga iymon keltirdim deb aytganda shu so'zingda iymonda sobit qadam tur, sobit tur, mahkam tur, sobit tur degani mahkam tur. O'sha gapingni buzmagin degani. Shu gapingdan qaytmagin degani deydi. Bu so'z qanday qilib barcha ishlarni to'liq qamraydi deyilsa, shu Allohga iymon keltirdim degan gapning ichida hamma islomning hukmlari bor demoqchi-da endi. Qanaqasiga shunaqa bo'ladi desa, shunday javob beriladiki, Alloh taologa iymon keltirish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan hamma ta'limotlarni o'zini ichiga oladi. Mana iymonni teoremasi bor-da. Iymon nima desa, al-iymanu iqrarun bil lisani va tasdiqun bil qalbi bima jaa bihi min indillahi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Iymon nima degan gapni javobiga kelyapti. Iymon shuki, Muhammad alayhissalomga, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Robbimiz Alloh taolodan nimaiki hukm buyruq kelgan bo'lsa, shuni hammasiga ishonishlik iymon dedi-da. Demak, Allohga iymon keltirdim degani, shu Alloh taolodan payg'ambarimizga nimaiki buyruq kelgan bo'lsa, hammasiga iymon keltirdim degani bo'ladi. Buni tagidagi gap shuki, hammasini bajaraman degani bo'ladi. Namoz o'qi dedimi Alloh taolo, men namozda mahkam bo'laman. Roza tut dedimi, rozani tutaman. Ya'ni iymon keltirish shunaqa bo'ladi endi. Ya'ni ishongandan keyin ularning nimasi amaliga o'tiladi endi. Shunga olib keladi, qalbni shunga bog'laydi. Haligi iymon bilan yashagan odam islom bilan yashaydi endi. Islom bilan yashashga harakat qiladi. Bir haligi biror mahal namozni qolib ketsa, pulini yo'qotib qo'ygan devonalarga gangirosh bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib qoladi. Yani o'zingizlar boshlarda o'tsa kerak. Namozingizlar orqaga surilib ketsa, jinday bir ro'zalarda bir jinday shubha bo'lib qolsa, qiylanib domlarni istab borib domlab ana bo'lib qoldi. Qarab, o'zim ochilib ketmadimikin? Yo namozim mana o'sha qiylanib yursizlar-ku, ashi iymon. Ashu hali Allohga iymon keltirdim degan gapni javobi mana shu bo'ladi. Hatto farzlar emas, farzlarni gapirmang. Sunnatlarda ham harakat qilib qolasiz. Muhabbat bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz mo sunnat, to'raka sunnat o'qimay qolib, peshinda sunnat qolib ketibdi-da deb bash bitirib qolasiz-ku. Ana shu Allohga iymon keltirdim deb gapida mahkam turishlik shu bo'ladi-da. Ana shu uchun hamma yo'lda ichiga oladi deyapti. Istiqomat bo'lsa ta'kid uchun keltirilgan yoki va alaykum assalom va rahmatulloh. Kel yoziga kiravering. Mayli, joylab kiringlar mana. Allohga iymon keltirish nima deyapti? Istiqomat qil deyapti, summastaqim deyapti-da. Istiqomat qil. Allohga iymon keltirdim degan gapingda mahkam bo'lib istiqomat qil deganichi, Alloh taologa iymon keltirishda ostida barcha aqoidlar, istiqomatning ostida barcha amr va nahiylar kiradi. Ya'ni iymon keltirdim degani Alloh taoloni tanishlik aqidasi, istiqomat qilishlik endi buyruqlarni bajarib yashashlik degani. Shunaqa ekan. Chunki istiqomatning ma'nosi lozim bo'lgan barcha narsalarga bo'ysunib, qaytarilgan barcha ishlardan qaytishdir deydi. Ushbu ikki iboradan mana shu muxtasar hamda jami' bo'lgan mazmun kelib chiqadi. Bundan tashqari istiqomat borasida sufiylarning quyidagi so'zlari ham bor. Karomatni emas, balki istiqomatni talab qilinglar, chunki istiqomat ming karomatdan ustundir deyapti. Ya'ni nima degani bu? Mana shu gap. Karomat avliyolarga beriladi, boya darsda gapirdik-a. Domla Latchan akam aytib berdi. Karomat shu mo'jiza baligi aytgan gapingiz o'ngdan chiqib qoladi, tushingiz o'ngdan kelib qoladi. Bir ishni o'ylab tursangiz, o'sha ish amalga oshib qoladi, avliyolarga beriladi bu deymiz-ku. Sizlar deyapti, Allohdan o'shanaqangi karomat ko'rishni so'ramanglar deyapti. Sizlar Allohdan o'zini buyruqlarini bajarishga yordam so'ranglar. Namozni bekam o'qiydigan bo'linglar, ro'zani bekam tutadigan bo'linglar, zakotlarni vaqtida beradigan bo'linglar. Ya'ni Xudoning buyruqlari qil deganlarini qilib, qilma deganlarini qilmaslikni atini istiqomat deydi ekan. Mingta karomatdan bitta o'sha istiqomat yaxshi deyapti. Ya'ni dinga amal qilishlik yaxshi. Chunki karomat qilyapman, karomat ko'ryapman deb turib namozga beparvo bo'lsa, uniki boyagi istidroj bo'ladi. Istidroj degani Alloh taolo shaytonga bergan buni.
ya'ni martabasini ko'tarib chopganda, haligi iymondan ayrildi, Alloh taoloni rahmatidan noumid bo'ldi va hokazo. Shuning uchun u aytadi ekanki, istiqomat o'zi eng katta karomatdir. Ya'ni Allohning dinida amal qilib yashashdan o'tgan karomat yo'q o'zi aslida deyilyapti. E'tibor beriladigan bo'lsa, Abu Sahobiy roziyallohu anhu ey Allohning rasuli deb xitob qildi va lekin ortidan salovatni aytmadi. Chunki qoida borki, payg'ambar alayhissalomga xitob qilingan o'rinlarda salovat aytish shart qilinmaydi. Ya'ni o'zi bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, Rasulullohning o'zini yolib turgan bo'lsangiz, yo Rasululloh desa sallallohu alayhi vasallam deb istakanda o'ziga aytayotgan bo'lsangiz. Lekin biz bu yerda o'zi yo'q yonimizda, lekin albatta payg'ambarimiz desak, Muhammad alayhissalom desak, Rasululloh desak nima deymiz ekan? Sallallohu alayhi vasallam deb u kishiga salovat aytamiz ekan. Chunki Alloh taolo o'zi Qur'onda A'udhu billahi minash shaytonir rojim Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima dedi. Albatta Alloh taolo o'zi ham uni payg'ambarlar, farishtalar ham Muhammad alayhissalom, ya'ni payg'ambarga salovat aytadi. Shuning uchun ey iymon keltirganlar, sizlar ham u kishiga salovat aytinglar dedi. Endi ey odamlar demadida, ey iymon keltirganlar dedi. Ya'ni payg'ambarga sen iymon keltirganing rost bo'lsa salovat ayt degani bu. Seni iymoningni rostligini, musulmonligingni poyiga Robbim Alloh deb summastaqim, amantu billahi summastaqim, Allohga iymon keltirdim deb turib, orqasidan ashi gapda mahkam turishligi payg'ambarga itoat qilishlik bilan bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, payg'ambar alayhissalom Sufyon roziyallohu anhuga Allohga iymon keltirdim deb aytganda, so'ng shu iymonda gapingda sobit tur degan so'zlari javomil kalim, ya'ni purma'no so'zlar sirasidandir. Chiroyli so'z, ya'ni eng go'zal so'z. Chunki hadis to'liq iymon va to'liq to'atni o'z ichiga qamraydi. Iymonning zikri Allohga iymon keltirish bilan, toatni zikri esa istiqomatda turish bilan ifodalanadi. Qur'oni Karimda ham ushbu mazmun bayon qilinganki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim Innallazina qalu robbunallohu summa istaqamu fala xawfun alayhim va lahum yahzanun. Mana sura Ahqofning 13-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, Innallazina qalu robbunallohu summa istaqamu, shunday kishilarki, albatta Robbim Alloh deb turib, ashi gapida mahkam turadigan bo'lsa, o'sha so'zni ustuvor tursa, gapidan qaytmasa, ular uchun xavf xatar yo'qdir. Ular uchun qayg'u va g'am ham bo'lmaydi, g'am ham chekmaydi qiyomat kunida ham, dunyoda ham, oxiratda ham ularga nima bo'ladi? Yaxshilik bo'ladi deydi Alloh taolo. Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan payg'ambar alayhisalom Hud surasi meni soch soqolimni oqartirdi dedilar. Ya'ni nimaga desa, chunki bu surani 112-oyatida ham istiqomatga buyurib shunday deyilganki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim fastaqim kama umirta. Bas ey Muhammad alayhisalom, buyurilganingizdek to'g'ri bo'ling. Sizga Xudo buyurgandaqa yashang degan gap meni soch soqolimni oqartirib yubordi deyapti. Payg'ambar alayhisalom aytayapti. Ya'ni Xudoning buyurgandaqa yashashlik qo'limdan kelyaptimikin? Xudoning buyurgandaqa yashashlik qo'limdan kelyaptimi, kelmayaptimi? O'shaga o'tib oling. Yozib oling. Xo'p, Xudo buyurgandaqa yashashlik qo'limizdan kelyaptimi, kelmayaptimi deb payg'ambar alayhisalom qo'yapti. Aytayaptilarki, Muhammad sollallohu alayhi vasallam, shu oyat Xudoni meni aytganimdaqa yashagin degan oyati meni soch soqolimni oqartirib yubordi deydi. Ba'zi ey Muhammad alayhisalom, buyurilganingizdek to'g'ri bo'ling degan mana shu gap. Demak, birodarlar, siz bilan biz tilimizni uchida la ilaha illalloh deyapmiz. Alhamdulillah, Alloh taologa shukr, o'shani ham ayttirib qo'yapti. O'sha aytgan la ilaha illallohimiz bizga foyda bersin. Endi bizga manfaat berishligini Allohdan so'rab, ana shu la ilaha illallohda o'lgucha turishligimizni Alloh hammamizga nasib qilsin va iymonimizda sobit qadam qilgan bo'lsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bismillahir rohmanir rohim. Raditu billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammad sallallohu alayhi vasallam nabiyyan va rasula bi rahmatika ya Allah.